Siz aka charchamayapsiz. O'rtoq kutib qolmadingmi? Sen topolmay joyidami? Nima qilyapsan? O'rtoq, hop nima baqirib tashlaysan? Boshqasini olib beraman, telefon ekan. Toshkentda emasmiz-ku, Namangandamiz o'rtoq. Hozir qayerdan topamanmi? Yomon yorib qo'yding bori. O'rtoq, men siqilasan, orqangga qara, texnopark bor ekan orqamizda. Yurib kirib chiqamiz. Nasıl Yurgan, sen jo'rlab chiqaman. O'rtoq, bettabcha optiman berar ekanda. Menga nima kerak bor, o'rtoq? Yursenchi, yengisini olamiz. Yurchi, nari yoqqa boringlar. O'rtoq, mana do'kon kirib oqinglar. Betdan Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Mana shu 12 ni ola qolaylik, asabi buzding bori. Sostavinasangiz o'ylagan. Zo'r bo'ladi-da, o'rtoq. O'shani bering, olib kelib ko'ringlar. Ye, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Malikada ishlaysiz? Ha, Malikada ishlayman, aka. Nima qilyapsiz Namanganda? Men Namangandagi Maxkindan Optim telefon olib ketaman, aka. Yo'q. Ha. Mana, aka. Aka, Optimga nechlik berasiz buni? Aka, donaga ham, Optimga ham bir xil narx. Yaxshi ekan. Mayli, mana shuni bera qoling, aka. Hop. Mana. Bolalaringga berasan. Qara. Toshkentdan kelib shu yerda olib ketsa-ya. Ha? Gap yo'q ekan, arzon ekan narxlar. Sizlar qanday o'tiribsizlarmi? Tez murojaat qilamiz. Olisizlar telefonlarni olib kelib turib, o'rniga boshqa telefon olib ketsanglar ham bo'lar ekan. Videoga like bosib tarqatib qo'yinglar. Namanganliklar nechitamiz?